onamizga qarab, sen bola tug'mading, farishta tug'ding desam yolg'on bo'lmasa kerak dedi. Bunday chaqaloqni ko'rmaganman dedi. Haqiqatda ham bunday go'zallik, chaqaloqdan chiqayotgan hid jannat hidi edi. Omina onamizni asta qo'liga berdilar. Qo'liga olar ekan, bolasidan ko'zini uza olmay qoldi. Uzoq termilib turdilar. Yuzlaridan o'pdilar. Mahkam bag'riga bosdilarda anchadan beri saqlab turgan ko'z yoshlarini chiqara boshladi. Ey nurli bolam, munavvar bolam, hidlari muattar bolam, tug'ilib yetim bo'lgan bolam, otasini ko'rmagan bolam. Qani endi otang seni ko'rganda edi bolam dedilar. Bag'riga mahkam bosdilar. Butun vujudlari muattarlanib ketdi. Emizdilar, ichkariga olib kirdilar. Birinchi bo'lib o'zlari emizdilar, keyin Suvayba degan bir ayol ozgina emizishga yordam berdilar. Bu Suvayba emizishligi bilan amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham emizganliklari uchun Rasulimiz Hamza amakilari bilan emikdosh ham bo'ldilar. Mana shunday bir vujud holatida o'zlarini zo'rg'a ushlab hujraga kirdilarda Abdulmuttalibga xabar yubordilar. Abdulmuttalib ayni paytda taof qilayotdilar. Yugurib bordilarda, "Nevara ko'rdingiz?" dedilar. Ishonmadilar. Rostdanmi? Omina tug'dilar, o'g'il tug'dilar. 80 dan o'tgan odam yosh bolalarcha yugurar edi. Kitoblarda yozadiki, yugurganda choponlari xuddi qanotga o'xshab xilpiragan deydilar. Yugurib bordilar, hujraning shundoq eshigini ochib kirdilarda to'xtab qoldilar. Keliniga qaradi, chaqaloqqa qaradi. "Mashalloh, qizim, shu bolani sen tug'dingmi?" dedi. "Shunday, nabirangiz Abdullohning merosi muborak bo'lsin" dedi. Qo'liga olar ekan, keliniga yana bir bor Umma Aymana Fatima aytgan gapni gapirdi. "Bu bola emas, farishta-ku" dedi. Yuzlaridagi bu nur, munavvarlik, muattarlikdan mast bo'ldi. Qo'liga olib termilib turdilar. Ka'bani taof qildirdilar. So'ng so'radilar, "Qizim, nima ism qo'yaylik?" dedilar. "Otajon, bir narsani sizga aytmayotgan edim. Nabirangizga homilador bo'lganimdan beri 2-3 marta bir xil tush ko'rdim. Tushimda bir ovoz eshitdim. Sen butun olamni sayyidini onasi bo'lasan. U dunyoga kelsa ismini Muhammad qo'y" dedilar. Muhammadning tarjimasi maqtalanuvchi zot degan ma'noda berardi. Hamd so'zdan olingan. Bu gapni eshitishiga Abdulmuttalib ham vujudlari qaltirab, "Allohga qasamki, boyatdan beri nabiramga nima ism qo'ysamikin deyodim, shu Muhammad ismi tilimga kelyapti" dedi. Alloh o'zi ixtiyor qilgan ism qo'yildi. Butun olamning rahmati bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam tavallud topdilar. Ayni bu voqea mana shu Rabiul Avval oyining 9 yoki 12 Rabiul Avval kuni, dushanba kuni subhi sodiqda voqea bo'lgan edi. Siz bilan bizning ulug' zotimiz Muhammad Mustafa mana shu kunda tavallud topdilar. O'sha davrda qiyinchilik davrlari edi. Makka issiq. Arablarda ayollari bolalarini o'zlari emizmasdilar. Ular o'ylardiki, issiqda bizning sutimiz aynib qoladi. Shuning uchun iloji boricha bolani salqin joylardagi ayollarga berib, u yerda emizdirib katta qildirishar va o'sha ayniqsa o'sha Bani Sa'd qabilasi degan qabilaga berishni yaxshi ko'rardi. Chunki ular ayni tog'da yashardilar. Havosi toza, tili toza, bolani tili ham chiroyli chiqadi, ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi deb Bani Sa'dga berardilar. Har yili yoz mahalda yoki bahor mahalda 2 marta Bani Sa'd qabilasidagi yangi chaqaloqlagan, jijilagan ayollar kelib, Makkadagi boy odamlarni bolalarini olib ketib, boqib berib tirikchilik o'tkazishar. Ularning tirikchiligi shun bilan edi. U kuni ham keladigan mahali yaqinlashdi, bir hafta bo'ldi. Hamma kutyapti, Bani Sa'd qabilasidan hamma kelyapti deydi. Bani Sa'ddan ham hammalari shoshilgan, tezroq borib biror bir boyni bolasini olishga intilgan, bir-biri bilan musobaqalashib, aravalarda, otlarda, hajrlarda yugurib kelyapti. Bittagina oila chiqib keldi. Halima Sa'diya degan bir ayol bor edi. Uni erini laqabi Abu Kabsha edi. Kabsha bilan birga chiqdilar. Aravaga o'tirdilar. Baxtga qarshi eshagi yurmadi. Oriq arava buzuq zo'rg'a ketyapti. Halima esa eriga hali to'xtamay gapiryapti. Uring bu badbaxtni, qattiqroq uring. Oxirida qolib ketdik. Borgunimizcha chaqaloq tugaydi. Axir qanaqa qilib yashaymiz? Bitta boyni bolasini tezroq olaylik biz ham. Oldingilar ketib olib bo'ldi. Siz bo'lsa bitta eshakni yurgiza olmaysiz deydi. U hadib eshakni urar. Eshakni esa xuddi birov jugani tortib turgandek yurmas edi. Ular borganda haqiqatda qolganlar qaytib kelyotdi. Hammasi bolalarda olib bo'lgan, lekin ular ham birinchi bo'lib Rasulullohning uylariga kirgan edilar. Borib so'radilar, "Qayerda
chaqaloqlar bor. Mana bu xonadonda, falonchini xonadonida Abdulmuttalibda ham nabirasi bor bu yerda. Hammalari Abdulmuttalib sardorligini eshitib kirardilar. Qarasa Malaksimon bolani ko'rardilar. Shunda olib biz boqaylik deydilar. Omina onamiz ularga bir gap aytadi. Mayli boqinglar, emizib katta qilinglar, lekin bir uzrimiz bor. Mening bolam yetim, otasi yo'q. Siz kutgan narsani bera olmasligi mumkin. Bu gapni eshitishi bilan bolani erkalab qaytib berar, indamay qaytib chiqib ketishar. Alal oqibat hech kim olmadi. Omina onamiz yig'lab bolasini bag'riga bosib o'tirdilar. Abdulmuttalib ham bundan juda ta'sirlandilar. Nahotki meni nabiramni endi hech kim boqib bermay shu issig'ida qiynalib tursa-ya, nega bunday bo'ladi dedilar. Oxiri Halima onamiz keldi. U xonadonda hech kimda chaqaloq qolmadi. Bittasi aytdiki, shu Abdulmuttalib degan odamni ko'rsatib, shu odamni nabirasi bor, shuni oldiga bor dedi. Undan oldin hech kim olmaganini eshitsa ham ilojsiz yana bolasiz qaytamizmi dedi-da Halima onamiz Abdulmuttalibni oldiga bordi. Nabira ko'ribsiz, muborak bo'lsin. Ruxsat bersangiz biz boqib bersak. Bir qaradilar, ma'noli qaradilar. Ayolni boshdan oyog'iga qarab, o'ta kambag'alligini ko'rdilar. Tur yur dedi. Hujraga olib kirdilar. Bolani qo'liga oldilar. Shunda Omina onamiz iloji boricha hammasiga bir gapni aytardilar. Yetimligini izhor qildilar. Aytdilarki, yetim dedilar. Shunda yana Halima ham o'ylanib qoluvdi. Abdulmuttalib bu gapni eshitib yig'lab yubordi. Qizim nima deyapsan dedi. To'g'ri, nabiramning otasi yo'q, lekin bobosi bor dedi. Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, shuncha boylar berganidan ko'ra ko'proq narsa beraman senga qizim dedi. Boqib ber nabiramni dedilar. Omina onamiz mayli avval bir emizib ko'rsinlar, bola emsa olib ketadi dedi. Bu gapni kutmagan edi. Bu gapni eshitib Halima onamiz tura olmay qoldi, o'tirib qoldi. Chunki eri ham bilmaydigan, hech kim bilmaydigan bitta illati bor edi. Halima onani bir necha yildan beri bitta ko'kragi qurib, sutsiz bo'lib qolgan edi. O'ng ko'kragi, faqat chap ko'kragida sut bo'ladi. Unda ham hozir tuqqan borasiga yarasha ham suti yo'q. Endi hozir emisi sut chiqmasa bolani bermaydi. Qo'rqqanidan olib emizmoqchi bo'ldi. Go'dakning og'zi ochilmadi. Har qancha urilsa ham ochilmadi. Shunda Omina onamiz, meni bolam yaxshiligi alomati, o'ng tomondan boshlang dedilar. O'ng ko'kragingizni bering dedi. Bu gapdan Halimani butun vujudi qaltiradi. Tamom, endi nima bo'ldi? Hozir kasalimni biladi-da bolani olib qoladi dedi. Nima bo'lsa ham bo'lsin, hozir sutim yo'q deb qo'yaman-da deb shundoq o'ng ko'kragini qo'ydi-yu, butun vujudi qaltirab ketdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, bir necha yildan beri qurib turgan ko'krak to'lib tosha boshlagan edi. Go'dakning og'zining chekalaridan sutlar oqib ketadigan darajada sut chiqayotdi. Yig'lab yubordi-da, bola uchun hech narsa bermasangiz ham olaman dedi. Bu holatdan ta'sirlanib, boqib berishlikka rozi bo'ldi. O'rab berdilar. Chiqib ketayotib, orqasiga o'girilib Omina onamizdan, qizim dugonam, sizdan bir narsa so'rasam maylimi dedilar. So'rang opajon, bolamni siz ham endi onasi bo'ldingiz. Go'dakka surkagan atirdan ozgina bermaysizmi dedi. Ayol bo'lib yaralibmanki, bunaqa hidni hidlamaganman dedi. Shu atirdan ozgina bering dedilar. Omina onamiz kuldilarda, afsuski bera olmayman. Chunki bolamga hech qanaqa atir sepmaganman. O'zim ham hayronman. Tug'ilgandan beri shunaqa hidi bor dedi. Halima hayron bo'ldi, balkim ishonmadi, chiqib ketdi. Halima onamiz aytadilarki, meni uyimga Muhammad yoshligida alayhisalom kelibdiki, na ochlikni bildik, na uyimizda janjalni ko'rdik deydi. Ana u go'dak shu uyga kelib baraka bo'ldi. Avval yetim deb olmaganlar o'zlarini chimchiladilar, dod dedilar. Qani endi shu bola bizniki bo'lganda edi dedilar, chunki bu uyga baraka to'lib ketgan edi. Mana shunday qilib payg'ambarimiz alayhisalom 5 yoshlarigacha mana shu Halima onamizning qo'llarida bo'ldilar. Muslimun.uz. Endi bu tarixiy voqealar azizlar juda ham uzoq voqea. Halima onamiz qaytarib olib keldilar 2 yoshida, yana olib ketdilar. Qaytarib olib kelganlarida endi Omina onamiz ancha betoblanib qolgan edi. Omina onamiz kasal bo'lib qoldilar. Rangi sarg'ayib qoldi, qaddi bukilib qoldi. Chunki 2 oygina kelin bo'lib beva bo'lishlik, dunyodagi eng yaxshi ko'rgan o'g'li boshqasining qo'lida bo'lishligi bu ayolga og'ir qiyinchiliklarni olib keldi. Abdulmuttalib ham keliniga qarab qo'yar edi. Kelinim kasal bo'lyapti deb o'ylardi. Nabiralari kelgandan keyin niyat qilib oldiga keldida, qizim, bir karvon chiqib ketyapti ekan, Yasribga ketyapti. Nabiram ham keldi. Umma Aymana cho'ri ayolni olib bir borib havo almashtirib kelmaysizmi qizim dedi.
Shu bahonada Abdullohning qabrini ham ko'rib kelarmiding dedilar. Shu gapni ayta olmasdan qiynalayotdilar. Rozi bo'ldilar. Ummu Aymana va kichik Muhammad alayhisalom karvon bilan Yasribga qarab ketdilar. Butun Yasrib xalqi kutib oldi. Bani Najjar qabilasi kutib oldi. Hamma Yasribga gap tarqab ketdi. Makka dan kelgan bolani ko'rdinglarmi? Hidini bildinglarmi? Ajoyib hidi bor ekanmi? Yuzidagi go'zalligini ko'rdingizmi? Hamma bir-biriga shu gapni gapirardi. Ummu Aymana esa bolani ehtiyot qilib birortasi ko'rmasin derdi. Bilmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolalarga qo'shilib bir cho'milib ham oldilar. Shundoq bir daryoga tushuvdilar, hamma bolalar atrofini o'rab oldi. Ummu Aymana yugurib qarasalar, orqasidagi payg'ambarlik muhridan chiqib turgan nurni ko'ryapti. Darrov kiyintirib oldilarda bolani olib chiqib oldilar Ummu Aymana. Mana shu holatda ular bir necha kun turdilar. Bu orada Omina onamiz Abdullohning qabrini ziyorat ham qildilar. Qabrga borib yig'ladilar. O'g'il ko'rganini, ismini Muhammad qo'yganini, sifatlarini aytib yig'ladilar. Qaytib kelayotganda Makka bilan Madina orasidagi Al-Avvo degan qishloqqa kelganda Omina onamiz xastaligi kuchayib qoldi. Yotib qoldilar. Ummu Aymana tashvish qilardi. Bu qora cho'ri sadoqatli ayol edi. Unga iltimos qilar, davolaylik, qaraylar derdi. Abboliklar ham bir chodirga olib keldilar, tabiblar olib keldilar. Hamma yonidagi go'dakka oshiqdi. Shu go'dak ham yetim bo'lib qolmasin derdilar, lekin afsus, na abboliklar, na Ummu Aymana, na Omina onamizni o'zlari bir haqiqatni bilmasdi. Bu haqiqat avvalgi kitoblarda oxiri zamon payg'ambari yetim o'sadi degan gap yozilganidan bexabar edi. Omina onamiz oxirgi nafasni ola boshladi. Qarshisida o'tirgan, endigina 5-6 yoshga kirgan dunyodagi eng go'zal o'g'li cho'kka tushib o'tirar edi. Azizlarim, bundan ortiq musibat yo'q. Inson uchun onani jon berishidan, qarashdan ortiq musibat yo'q. Musibatlar ko'pdir, onadan ayrilishlar bordir, lekin o'zingizdan oling azizim, onani jon berishiga kim qarab tura oladi? Bu imtihonni qanday qilib boshdan o'tkazishlik mumkin? Bu og'ir musibat. Lekin 6 yoshida turgan bu zot bu imtihonni boshdan o'tkaza boshladi. Ona qarshisida cho'kkaladilar. Ko'zlaridan, dunyodagi eng go'zal ko'zdan ilk yoshlari oqa boshladi. Termilib turar ekan, bolam oldimga keling dedilar. Oldiga keldilar. Sizga bir gapni aytaman dedi. Shu paytgacha aytmagan gapim bor. Agar meni ko'rgan tushlarim rost bo'lsa, siz butun olamni sayyidi bo'lasiz. Lekin men sizning sayyidligingizni ko'ra olmadim bolam dedi. Yetim tug'ilgan edingiz, endi yetim o'sishingizga to'g'ri keladi. Oxirgi iltimosim, sizdan chiqib turgan jannat hidingizdan bir hidlashga ruxsat bering dedi. Bag'riga bosdilar. Bo'ynidan to'yib hidadilar-da, qo'llari bemajol jon berdi. U zotni ko'zidan yosh oqdi. Tarixchilar shunday aytadilar-ki, Payg'ambarimiz alayhissalomning ko'zidan 6 yoshida onasidan ayrilib oqqan yoshlar, 12 yoshida bobosi olamdan o'tganga ulanib ketdi. Keyinchalik ummat g'amida o'tdi. O'zini farzandlarini qabriga qo'yishligida o'tdi. Oxiriga qadar to dunyodan o'tguncha bu ko'z yoshlar to'xtamadi azizlar. Hammasi faqat boshqalar uchun edi. Eng oxirida ham ummat uchun ko'z yosh to'kib ketdilar. Yetim o'sdilar, yetim katta bo'ldilar va o'zlari ham aytardilar-ki, men yetimlar sultoniman. Yetim tug'ildim, otamni ko'rmadim, yetim o'sdim. Yetimni haqqiga xiyonat qilmanglar derdilar. Keling Rasulullohning birgina tug'ilishlaridagi holatni esladik. Ozgina hayotiga birgina nazar tashladik. Lekin u zotning payg'ambar alayhisalom bo'lib turgandagi hayotlari, sahobalar bilan chekkan zahmatlari, bu dunyodan ummat g'ami ila o'tganliklarini o'rganishligimiz ham bizga lozim ekanligini unutmaylik. Oilamizda Rasulimizni tanitaylik. Ulamolar kimning uyida Shamoil Nabaviyya degan kitob bo'lsa, u uyda Rasululloh bor derdilar. Suhbat ila u zotni uyingizga kirgizing. Suhbat ila nabira va chevaralarning qalbiga, zotiga bo'lgan muhabbatni joylang. Shunday xonadonlar borki, umr bo'yi yashab bir marta Rasululloh haqida gapirmasdan o'lib ketgan xonadonlar bor. Umr bo'yi ummatlikni da'vo qilib nabira o'g'li qizlariga biror marta seni payg'ambaring Muhammad Mustafa edi demasdan o'tib ketishlik musibatidan Alloh saqlasin.